osmon senindir. Bu kohna dunyoda harom seningdir. Garchi mehmon bo'lib kelding jahonga, asli sulton o'zing, farmon seningdir. Falakning sirlari sening ruhingda, quyoshning nurlari sening ruhingda. O'zingni anglayu g'aflatdan uyg'on, haqning mo'jizasi sening ruhingda. Inson o'zing, inson o'zing, dardga darmon o'zing. Olam ichra tanho nido, nurli sulton o'zing. İzzetimizni, hurmatimizni o'rniga qo'yadigan maskan she'r. Hammamizni o'zini keladigan, qo'lga o'tgan joy. Alloh taolo shu dargohga xizmat qilgan, himmatini baland qilib, homiylik qilgan, xizmatlarga turgan, shu joyda qabriston uchun ajratganlarni hammalariga dastiru oxiratga o'tganlarni rahmatiga beraman. Assalomu alaykum. Bor bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Behimmatga behishti yo'q, qaytib kelsa jahannam ham yo'q deganlar. Himmati, g'ayrati bor odamni Alloh ham yaxshi ko'rgan. Innalloha g'ayurun va yuhibbu kulli g'ayur. Alloh g'ayratli va g'ayratli zotlarni Alloh yaxshi ko'radi. G'ayrat deganda ham moddiy, ham ma'naviy, ham ruhiy, ham jismoniy, ham hissiy holatda g'ayratli odamlarni Alloh azizga yaxshi ko'radi va yaxshilarni Xudoga buyurlar. Bu ishlarga Alloh taolo o'zi yorim madad qiladi. Keyin so'ragan. Kelinglar. Hojiboy bek qolib, Hojiboy bekdan keling. Siz keling, shu o'tiraverasizlar. Anzilu manaziluhum degan payg'ambar. Marhamat. Qandoq? Yaxshi, yaxshi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram aziz mahalla ahillarimiz, mahalla faollarimiz, himmatul baland, g'ayratli, shijoatli, or-nomuslik fuqarolarimiz, mana mahallamizlarni raislari, raisalari, maslahatlari, nuroniylari, yoshlari va qolaversa mahallamizni g'ayratli, shijoatli, tashabbuskor aka-ukalarimiz boshchiligida mana 6 gektar joy yangi qabriston uchun tayyor bo'ldi. Avvalambor Allohga shukronalar bo'lsinki, yaratgan Robbimiz bu dunyoni o'zi go'zal va chiroyli qilib yaratgan. Tepamizda bestim osmonni yaratib turibdi. Unda oy, quyosh, yulduzlarni yaratgan. Koinotdagi barliq mavjudot inson uchun xizmat qiladi. Yer yuzini Alloh taolo ulug' bir go'zal manzara qilib yaratgan. Unda bog'lar, sabzazor bog'lar, daryoyi dengizlar, uloq suvlari bilan, dog' daraxtlari bilan Alloh ziynatlab qo'ygan. Ana shu yerni Alloh degan aytadiki, astag'firullah, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Ayo biz sizni insonni ulug' qilib, yerni tiriklaringiz uchun ham, o'tganlar uchun ham sizga bir ne'mat qilib bermadikmi deydi. Ona ko'kragidan sut chiqib, bola oziqlanganga o'xshash
yerdan alvon qaror noz ne'matlar unib o'sadi-yu, bu noz ne'matlardan chaqaloq ona ko'kragidan oziqlanganga o'xshash inson hayoti davomida foydalanadi. Noz ne'matlardan Alloh uni ne'mat. Endi inson dunyodan o'tgandan keyin ham yana Alloh aziz qilgani yer ostiga janozasi yuvib kafanlab o'qiladi. Tilovat Qur'on bilan yerga qo'yiladi va hammamizdan bir kun yerga qo'nim topamiz. Al-inson ibnul arz degan payg'ambar. Inson yerning bolasi degan. Tuproqdan yaratilganmiz, bir kun tuproqqa qaytamiz va bir kun tuproqdan qayta tirilamiz. Shuning uchun yerni ustida o'ylab yuriladi. İçiga kirganda hijolat bo'lmaydigan bo'lib yuriladi. Yerni ichiga kirmasdan oldin ustida bu obod yurtni Alloh aziz mukammal bergan ne'matlarini shukrini qilib, toat, ibodat, xayrlik, ezgu amallar bilan yashaydi. Shuning Allah aytadiki: "Va ta'awanu 'alal birri va taqvo va la ta'awanu 'alal ismi val 'udwan." Yaxshilik ishlarga hamkorlik qilinglar, taqvo ishlariga hamkorlik qilinglar. Buzg'unchilik, gunoh, ma'siyat, shayton, adovat yo'liga hamkorlik qilmang. Alhamdulillah, bugun himmati baland bo'lgan homiylarimizni yordamida mana shu yer mulkning vaqtinchalik egaligini qilgan egalarga rahmat. Yerlarni qabriston uchun ajratib berdilar. Bir qarich yer qancha qadri baland bizni diyorda. Lekin shunday bo'lsa-da, shu yerda ajratib berganlarga rahmat. Shu yerda ajratib berganda homiylik qilib mana bu shifolar, tavutxonalar, qorovulxonalar, tahoratxona, namozxonalarni qilib, atrofini devor bilan, beton devor bilan ajratilinib, himoya qilinib qabriston chiroyli qilindi. Bunga himmat qilganlarga rahmat. Mahalla raislarimiz, nuroniylarimiz, mana bu yerda mana Ma'ruf akam, Muhitdin akam, bu yerda mana Ulug'bek akam, mana shu Urgutga imom bo'lgandan buyon ummatga ketdik o'shada oldin. Himmatga behish yo'q deydilar, qaytib kelsa jahannam ham yo'q, himmati yo'q odamga jannat ham yo'q degan. Or nomuslik mana yigitlarimiz, yonimizda shu turklar hammalarining hissalari qo'shilgan qabriston ulug' dargoh. Qabriston hammamizda ota bobolarimiz, podshohlar, vazirlar, aziz avliyolar, yurt bahodirlari, iymon e'tiqodli odamlar hammalari kelib qo'nim topadigan joy. Ana shu qo'nim topadigan joyda hurmatini, izzatini o'rniga qo'yib bugun mana obodchilik bo'ldi. Mana yangi qabristonimiz ochiladi. Yangi qabristonimizni xizmatiga bo'lganlarning haqqiga Qur'on tilovat qilib duo qilamiz. Keyin esa borib eski qabristonni yopib, inshaalloh ishtirokdan boshlaymiz. Davlat bobomiz hikoyatini o'qib berdilar. Eshonbon tabarrukani duo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. Ey marhamatli Allohim, sen marhamatlilarni eng marhamatlisisan. Muborak kalomingning savoblarini duoga qo'l ochib amin deb turgan hammalarimizga ham o'tgan ota-ona, jaddod, ajdod, piru ustozlarimizni ruhlariga, shu Urgut diyorida, muzofatlarda o'tgan, butun dunyoga o'tgan ahli iymon, ahli islomlarning ruhlariga, mana bu yangi qabriston, bu sadaqa-i joriyani qilgan mana shu yer egalarini o'tgan ota avlod, ona avlodlarning ruhlariga, shu qabriston uchun mablag'larni sarf qilganlarni o'tgan ota avlod, ona avlodlarning ruhlariga va mana shu qabristonga usta hunarmandchilik qilganlarimizni o'tganlarning ruhlariga va mana shu yerga tashabbuskorlik bilan xizmatga bel bog'lagan himmati baland mahalla ko'yimizli yigitlari birovga iltimos qilib, birovni olib kelib, rag'bat qilib, mana shu yer obod bo'lsin, xalqimizga bir manfaatli joy bo'lsin deb, mana shu yerda hammasini ko'shka ayvonlarini tepasiga turgan, xizmatga turgan akalarimiz, hammalaring bularni yaxshi bilasizlar, g'ayratli, shijoatli akalarimiz. Ilohim bularni hammalarini ham o'tganlarni rahmatingga olgin. Alloh yo'liga qabriston uchun yer bergan odamlar eng ulkan ajr sohibiga ega bo'ladi. Bu sadaqa-i joriya. Birlarga ming baraka bersin. Shu joyni obodchilik uchun erta bir kun o'zimiz o'tgan ota-onalarimiz kelib qo'nim topgan bu maskanga xayr saxovatli bo'lganlarimizni Alloh taolo hammalarini o'tganlarini rahmatingga olgin. O'zing rozi bo'lgin, birlariga ming xayr va barakot bergin. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Salimboy aka, kattasiga rahmat Salimboy aka. Alloh umringizni uzoq qilsin. Mana ko'p sizni xizmatlaringizni bitta gapirilyapti. Ilohim farzandlarni baxt kamolini ko'ring. Demaginki odami yo'qdir, ani xalqini g'amidan g'ami. Xalqini g'amini o'ylamagan odam deyilmaydi. Umar ibn Xattob aytadilarki, kunduzi podshohlik qildim, kechalari xalqni yo'l holatini so'rab yurdim. Toki shu xalq mendan rozi bo'lsin degan ekanlar. Qarang. Amr Temur bobomiz aytadilarki, men dunyoni zabt etdim, ot ustiga yurdim, kerak bo'lsa ot ustiga uxladim. Har bir fuqaro meni bir a'zoyim, shu a'zolarni kelajagi torloq, farovon hayot kechirsin deb dunyoni zabt etdim, ot ustiga yurib ot uxladim dedilar. Qarang, shunday ulug' zotlar ham xalqning xizmati katta bo'lganligi uchun umrlarini xalqqa baxshida qilgan. Shuning uchun hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Hoji bobosidan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Xudoy taolo shifo komil bersin. Bu sadaqa-i joriyalar, bu savobli ishga bosh qo'yishgan siz va siz singari eshon bolalarimiz, tabarruklarimiz, himmatli, g'ayratli xalqimizda Alloh taolo bu dunyoyu oxiratda o'zi aziz va mukarram dunyo oxirat yaxshiliklarga musharraf aylasin Alloh. Parvardigor olam, amin. Qarisi bor deydi, parisi bor deydi. Payg'ambar alayhisalom qaysi bir xonadonga, jamoatga, soch soqolga oq tushgan velosiped bor bo'lsa,
o'sha xonadon jamoat meni borligimdek fazilatli dedi. Ilohi mashaqay mo'ysafetlarimiz bor bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Xabarlarimiz uzoq duogo'ylarimiz bo'lsinlar. Yoshlarimizning himmati, g'ayrati, shijoati nihoyatda cheksiz. Bu yoshlarimizni Alloh taolo hammalarini kamolini bersin. Dunyo va uxroviy ishlarga Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Mana bunday ulkan savobli ishga bugun yoshlarimiz yelkama-yelka turibdilar. Hammalarini birlariga ming barakotni bersin. Bu qabristonni Alloh muborak qilsin. Ilohi bu yerda iymonlilar, mo'min musulmonlar qo'nim topadigan va hammamiz kelib qo'nim topadigan maskan, shu joyda xizmatga berib olgan hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Nenda kavlaydigan. Shogird ustozga savol berdi. Ustoz, mana falon yurtga yuboryapsiz. Bu yurtni xalqini yaxshi yomonligini men qayerdan bilaman debdi. Haligi olim kishi aytdiki, boradigan yurtingga yoshlar, yoshi ulug'larni hurmat qilsa, hurmati bo'lsa va qabristonga borib o'tganlaridan hol ahvol so'rashib, ziyorat qilib, qabristonlarni toza ozoday pokiza tutayotgan xalq bo'lsa va bozorlariga dehqonlar olib kelgan mahsulotni emin erkin birovning ozorisiz sotsa, o'sha xalq ko'p yaxshi xalq. Sen borayotgan yurtning bozorlariga, dehqonlarga ozor berilsa, qarilarini tiriklikda hurmati bo'lmasa, o'tganlaridan kelib ziyorat qilib qabristonni holidan xabar olmaydigan xalq bo'lsa, unda ehtiyot bo'lgan, bu xalq yaxshi xalq emas. Bizning alhamdulillah xalqimiz Urgut xalqi mana shunday himmatli, g'ayratli, shijoatli, or, nomusli, qo'ldan kelsa birovga ozor, ziyon yetkazmaydigan himmatli xalq. Qo'ldan kelsa birovga bir kasb hunarni o'rgatadigan xalq va yoshi ulug'larni doimo oldinga solib duosini olib yurgan xalq. Va shu bilan birgalikda mana qabristonimizdan har doim chiqib, qo'shaklarni o'rib, tozalab, pokizalab, shu joyda obod qilgan xalq. Va mana bugun ham yangi qabriston qurilyapti. Bu qabristonga avvalambor hammalarimizni ham xonadon ahillarimiz bilan umrimiz uzoq bo'lsin. Lekin jahonga qaysi jon keldi, qulonim o'lmayin qolmas. Ochilgan lola yo sumbul sumallar so'lmayin qolmas. Agar 1000 yil umr ko'rsang o'larsan oqibat bir kun. Qani jumla payg'ambarlar, qani ul Ahmadi Muxtor bu olamdan fano bo'ldi. Xudovandon nadib avval bu olamni bino qilding. Bu olam ichrasan bu odamiy zodiga o'limni oshino qilding. Tabiblar topmadinglar bu o'lim dardiga darmonlar. Qayon borsang, qayon boqsang, o'limni dastidan dodi faryoddir. Agar 1000 yil umr ko'rsang o'larsan oqibat bir kun. Jahonga qaysi jon keldi, qulonim o'lmayin qolmas. Ochilgan lola yo sumbul, sumanlar so'lmayin qolmas. 1000 yil umr ko'rsam baribir inson dunyoda o'tadi. O'tadigan dunyoda ekanmiz, lekin shu o'tadigan insonlar uchun dunyoda kelib ketadigan har bir chaqaloq uchun albatta uni olmoq bor. Buning uchun qabriston kerak. Mana shu qabristonning xizmatkorlari bilan bu himmatli, g'ayratli, shijoatli xalqimizning sa'i harakatlari bilan yangi qurilgan bu qabristonni ochilishi bo'lyapti. Bunga duo beryapmiz. Avvalambor aziz xalqimiz, siz amin deb turganlarda hammalarimizni ham umrimizda Alloh uzoq qilsin. Uzoq umr ko'rib solih amallarda bo'laylik. Lekin baribir bir kun dunyoda o'tamiz. Dunyodan o'tib qo'nim topadigan joyini obodchiligiga xizmat qilgan homiylar, yerlarni qabriston uchun ajratib bergan aziz xalqimiz, usta hunarmandchiligini qilganlar, bu yerga tashabbuskorlik qilib mana kechagina keldik.
Ma'ruf akam, qani bu yerda Muhyiddin akam, qarovullar, mana bu yerda mana zina qoidalari saboyda chiqib tilovat qilgan joylar qilindi. Yo'q, mana shu xizmatga turgan aka-ukalarimiz, xosatan hammamizni ham ota-onamizni, o'zimizni bir kun go'rimizni kavlaydigan go'rkovlarimiz mana bu yerda turiblar. Iloho o'tganlarimizni rahmatingga olgin, oxiratlarni obod qilgin, hayotga turganlarni salomat qilgin, dunyoviy, uxroviy maqsudi shar'iylarimizga yetkazib, oxir korimizni va hayot iymonimizni salomat qilgin va o'zing rozi bo'lgan bandalarga qatorida aylagin. Ana endi yangi qabristonga ham boramiz. Buni yerda boshlamasa, eski yangi bo'ladi. Qabristonga Hojibo nima deb ot qo'ysa, ana Ulug'bek hoji endi bu qabristonni Kalangar deb qo'ysangmi, G'o'shli deb qo'ysangmi, Qunzor deb qo'ysangmi, Kulorlik Mozotepa deb qo'ysangmi, nima deb qo'ysang ma'qul bo'larkan deb qolib turgan ekan. Bugun kelib qoldi. To'pxona bir qabristonimizga hashar ketyapti. To'pxona ikki qabristonimizdan tayyor bo'lyapti deb duo qilsam, domla to'pxonani ikkinchi qabriston deb atashlikni zo'raytingizda. Ana to'pxona bir eskisi, to'pxona ikkisi endi yangisi bo'ladi. Guzar desa bo'lmaydi. Bu urgut qabriston. Amin. O'tganlarga Xudo rahmat qilsin, qolganlarga salomat. Boraversin aka yangi qabristonda. O'zingiz ko'ring, Ha, sherik. Necha tushib borasizlar endi eskisiga. Sonimizda sherik qisqamaydi, ma'ruza bo'ladi. Charchamoqdami? Mana. Ma'ruf akam yak. Duo qiling. Turing. Mana o'zi bomni ham. Ha, eshak borasizlar. Hojibomi mindirib olasizmi? Ha, o'zlari mashinalar bor. Ana qo'shib olmagandan keyin o'zim metan uchun Qanday qomatingiz tushgan modda qo'yiladi. Keling. Hojibo keling. Bugun bu odamlar chiqib keldi, bular boramiz. Ertaga kelsa bular boramiz. Hammamizdan animat ertaga chiqib keldi. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin, o'tganlarga sog'lik, salomatlik, iymonda sog'ligini bersin, kamolatini bersin. Endi ishga boramiz. Sizlar sog' salomat yurishsin. Mana shu yerdan. Birdan zapis ketadi qala hozir. Zapis ketyaptimi? Yashon bobo. Barakat topinglar. Ha, yasha. Tepada olmayishdi. Qaranglar, biz rasm ham bo'lyapti. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Siz yaxshimi? Charchamasdan xizmat qilib yuribsizmi el xalqqa? Ha, mana bugun ochilish marosimi ekan. Kater ama göre. Sağ olun. Turing rasmni olaylik. Qaysi bir
Bularni olib o'tsangiz bir odam bilan aytdim. Barakalloh. Qaysi bir jamoatga, xonadonga soch soqqoliga oq tushgan mo'ysafet bor bo'lsa, o'sha xonadon mani borligimdek fazilatlidir degan. Bugun mana qarang 90 yoshga qarishlagan otaxonlarimiz ham kelib, mana shu xayrli ishga xursand bo'lib turibdilar va duo qilinglar. Amin. Rahmat bojonim, sizga rahmat. Shu yoshga kelib mana shu xalqimizda mana shu kelajagi uchun bir kun pul topadigan joyimiz uchun kelib o'zlaringni samimiyat bilan niyatlaringizni Rahmat. Boşun ha keling mana. Keling. Boşun bu. Artaga. Keling, keling sana. Azam bak keling mana. Azam bak mana boşun keling. Domlo bilan.